Shunaqangi vaziyatda Vinicius osmonga qarab tepyapti-da. Yana bitta epizod bo'ldi. Balki nazaringizdan chetda qoldi yoki ko'rmay qoldingiz. Burchak zarbasi bo'lganda Vinicius to'pni olib o'yinga kiritmadi, Xabi Alonso yugurib keldi. tepmadi. Yordamchisi bilan birga yugurib keldi. Yo'q, u yonigacha bordi-da. Yordamchisi bilan birga va yordamchisiga bor gapirdi. Tepma. G'alati vaziyat bo'ldi. Men tepma va keyin Vinicius yirik planda ko'rsatganimda ensasini qotirdi. Baribir odam bo'lmaysan degan. Shunaqa g'alati yuz harakati g'alati bo'ldi. Bular Alonsoni ketkazishmoqchi degan narsani gapiryapti, lekin ongli ravishda tushunyapman. Nahot Real Madrid chempionlik uchun kurashyapti. Ochko yo'qotsa Barselona o'tib ketadi. Shuni o'rtaga tashab turib Alonsoga qarshi isyon qiladimi bular? Bular ko'plik-ku. Kim bor yana? Men Vinicius. Fede deyildi-yu. Eng asosiysi Vinicius. Isyon boshi. Bu insightlarga ko'ra, bu tasdiqlanmagan. Vinicius, Fede, Hausen, Rodrigo, 6 ta kim? Esingizda yo'q? Yana ikkitasi bor. Xullas, shular deyildi. Atayim shularni. Fran Garcia. Ya, Fran. Endrik bo'lsa kerak. Aralashib qo'yadi o'zi. Endrik bo'lsa kerak. Fran Garcia bir umr minnatdor bo'lishi kerak. Endrik ovozi